$10,000 pul topmoqchi bo'lsangiz, videoda oxirigacha ko'rsangiz, xudo xolasa sizga bu videongiz manfaatli bo'ladi. Hoziroq like tugmasini bosib, kommentariyga fikringizni yozib, inshaalloh xudo xolasa shu $10,000 topaman deb yozib ketsangiz, hammamizga manfaatli bo'ladi. Va do'stingizni tashlab qo'ying, biz kanalımizga obuna bo'lib qo'ysangiz, juda ham foydali bo'ladi. Assalomu alaykum. Sizlar bilan Azizbek Olimjonov. Bugungi videomizda xudo xolasa umra safari haqida gaplashamiz. $10,000 da ketib qolmay turing, mana shu turib turing. Oxirida tushuntirib beraman, qanaqa nimaligini, xudo xolasa. Assalomu alaykum Azizbek. Yaxshi qoldingizmi aka? Yaxshilayapsizmi? Tanlaringiz sog'mi? Rahmat. Hozirgi kunda xudo xolasa mana yangi umra sezoni boshlandi. Xudo xolasa iyun oyidan boshlandi. Reyslar qo'yildi. Qo'yildi aka. Xudo xolasa hammasi litsenziyaga ega, garantiyali 100%. Centrum Holidays firmasiga kelganmiz. Xudo xolasa mutaxassis Mohirbek batafsil ma'lumot beradilar, xudo xolasa. To'liq men savollar berishga harakat qilaman. To'liq ma'lumot olishga harakat qilamiz. Xo'p, hozirgi kunda eng qizig'i, eng yaqin chislolarga qaysi sanalarga qayerlardan reyslarimiz bor? Hozir sizga to'liq ma'lumot bersak, bizda umra safari 14 kunlik bo'ladi. 2 kecha Madinada bo'ladi, 12 kun Makkada bo'ladi. Xudo xolasa. Xudo xolasa Madinada Gasnitsa oraliqlarimiz 100 metrdan 200 metrgacha Madinada, markaziyada bo'ladi. Makkada esa 1 kilometrdan 2 kilometrgacha. Shu oralig'ida bo'ladi. 24 soat avtobus qatnovi so'ng mutlaqo bepul. Mana shu yerdan 100 metr chiqsa avtobus keladi. Endi avtobus aylanish, borib kelish hisobida 3 kilometr bo'ladi. Lekin piyoda to'g'ri borsa 1,5 kilometrdan 2 kilometr atrofida oralig'ida bo'ladi. O'zimizni malakali yo'lboshchilarimiz birga ketib, birga keladi. 14 kun davomida sayohat ibodatlarga olib turishadi. Misol Madinada Ravzaga olib turishadi aka. Birinchi o'rinda eng zararli Ravza. O'tgan yil Xudoga shukr aka, Ravzaga misol 100% jo'natgan odamimizdan 90% kirdi inshaalloh. Endi 10% qanaqa o'zi ishlamay qoldi. Shu sababli o'zi uxlab qolib, ulgurmagan sababli kirolmagan qolgan. Xudoga shukr kirishdi inshaalloh. Aka-ukalar, o'tgan yili men bir kun uxlab qolganman, juda katta dars bo'lgan. O'shaning uchun uxlab qolmanglar, vaqtida o'sha umraga borganlaringda hamma ibodatlarni, ziyoratlarni qilib olinglar, xudo xolasa. Like bosib ketinglar chetiga. Madinada esa 2 mahal o'zimiz o'zbek milliy taomlarlar, Makkada esa 3 mahal aka. Hamma yo'g'i Madina sayohat, Makka sayohat, Qizil dengiz, hamma yo'qqa o'zimiz boshlar bir kun olib chiqishadi aka. Xudo xolasa. Xudo xolasa inshaalloh. Endi reyslarimiz qayerdan bor deyishgan aka. Vodiydan inshaalloh ertaga Namangandan xudo xolasa o'toldi aka. Ertaga o'toldi. To'ldi aka. Bugun hozir qaranglar aka-ukalar, 16-iyun kuni 27 turibmiz. 26-yil 16-iyun kunida video qilyapmiz. Hozir bundan bag'riga aytib beradilar, qaysi kuni eng yaqin chislolarga reyslarimiz bor. Yana eng yaqin mana 26ga Farg'ona Jidda yo'nalishida qo'yganmiz. Bunimiz joyi o'zi 18 dona bor. 18 dona 26-iyun kuniga bor. Farg'ona Jidda Primariya ikkita samolyotga chiqib tushib, Primariya 26-kuni inshaalloh. Undan tashqari Toshkentdan 20-dan boshlab oyda oxirigacha kunlar reyslarimiz bor. Bemalol aloqa. Toshkentdan Jiddaga uchadimi, Madinaga uchadimi? Toshkent Jidda yo'nalishida bor. Toshkent Jidda yo'nalishi bo'yicha xudo xolasa 20-iyundan boshlab oyda oxirigacha, iyunda oxirigacha xudo xolasa har kuni reyslar bor ekan. Tasdiqnomalarga aloqa chiqib, xudo xolasa joylarni bron qilib ko'rasizlar. Endi yana obunachilarga yangilik qilib 23-kuni Toshkent, Dubay, Jidda qilib yangi reys qo'yganmiz. 23-kunga. 23-iyun kuni. Iyun kuni. Bir kun Dubayda Gasnitsasi sayohati, yeb ichishi ichida bo'ladi. Ichida bo'ladi. Hamma yo'g'i ichida 50 boshi birga ketadi. Qaytish bilan Jidda Toshkent bo'ladi. Ketish xolos bir kun Dubayda sayohatimiz. Endi mabodo bizni kuzatib borayotgan obunachilarimiz ko'proq foizlari mana shu 50 yoshdan 70-80 yosh kattalar demoqchiman. Yosh kattalarda hatto damin chiqib qolishi mumkin, bir sahrlari bir ko'tarilishi mumkin, qanaqadir bir kasalliklar bo'lib qolishi mumkin. Unga qanaqa bo'ladi? Birinchi yordam ko'rsatishlarda o'zimiz doktorlar bor. Bemalol Madinada ham, Makkada ham erkak doktorimiz, ayollarga ayol doktorlar. Xudo xolasa doktor tomonidan. Endi постоянный dori ichib yurganda o'zi bilan olsa, imkoniyat bo'lsa, agar misol sahringiz bo'lsa yo darlingiz bo'lsa, misol bir kunda bir mahal, ikki mahal dori ichadigan bo'lsangiz, o'shani o'zingiz bilan olsangiz, maqsadga muvofiq bo'ladi, xudo xolasa. Avvalo Xudodan. Bizning doktorlarimiz bo'ladi. Bor, hamma yo'g'i bexijolat aka. Endi ketayotganda firma tomonidan nimalar beriladi deyishganda, aka, nimcha beriladi, so'mka beriladi, bejik beriladi. Qaytishga bepulga beriladi. Qaytishda 5 litrli zamzam suvi beriladi. Xudo xolasa har bittalarga alohida zamzam suvi beriladi aka, xudo xolasa. Xo'p. Endi bundan tashqari, menimcha endi eng zarur, eng kulminatsion jarayoni narx-navosiga keladigan bo'lsak, hozirgi kunda narx-navolari qanday bo'lyapti? Aka, o'zi narx-navolar hozirgi kunda 1100 belgilanganmiz.
1100 dan belgilaganmiz. Farg'ona, Toshkentni ham. Bir xil a, Bir narxi xil, o'zgarmaydi. o'zgarmaydi. Endi sizni obunachilaringizga katta chegirma qilib beraman. Xudo Aka, xohlasa. birinchi videolik uchun, birinchi inshaalloh sezon boshlangani uchun aka, yoshi kattalarga, misol, bitta oilada 4 ta odam bo'lsa, aka, hammalariga $25 dan chegirma qilib beraman. Shu berasiz. Shu beraman. O'sha 1100 dan shu berasiz. Ha, $25. $25. Undan ham tashqari yana katta chegirma qilib beramiz aka. Har bitta 70 dan o'tgan oilada obunachilaringizdan, misol 70 ga kirgan otaxon bo'lsa ham, 70 ga chekkan bo'lsa ham, har bir kishiga shu otaxon sababli aka $40 dan chegirma. Ha, $40 tushib berasiz. Bitta otaxonga emas, hammalariga tushib berasiz. hammalariga. 10 kishi ketsa, Faqat o'sha ichlarida bir kishi 70 yoshga kirgan otaxon yoki onaxon bo'lsa, yoshlari katta odam, qolganlarga misol 10 kishi bo'lsa ham $40 tushib berasiz. hammaga otaxon. Agar 10 kishi bo'ladigan bo'lsalar, $400 sizlarni yonlaringga qoladi. Kelganlaringda o'sha bir marosimlarga, yaxshi kunlarga ishlatasizlar, xudo xohlasa. Xudo xohlasa aka. Mana shu narxlarda bemalol Mana nimani Dubayda qanaqa dedingiz uni? Qaysi kun necha pul bo'ladi? 23-kunda sizni Dubayda bunimiz narxini aka $1050 qo'yamiz. Oxiri 1050 qilib berasiz. 1050 qilib beramiz. Yana siz obunachilar chiqsa bemalol narxlarda chegirma qilib beramiz. Agar 10 ta 15 ta soni ko'proq bo'lsa, chegirma qilib berasiz. Qilib beramiz aka, xudo xohlasa. Dubay bir kun Dubayga borib aylanib, Sayoh. ibodatga Ha, Jiddaga borishadi bir kun. 2 kun Jiddadan Madinaga borib, 2 kun Madinada turib, 11 kun Makkada bo'lishadi. Xudo xohlasa. Menimcha videolarimiz manfaatli bo'ldi deb o'ylayman. Endi videoda boshida aytgandim, $10,000 topsalaring bo'ladi, videoda oxirigacha ko'rsalaring degan maqsadim bu shundan iboratki, misol uchun siz dadangizga yoki onangizga umra safarini o'sha ziyoratini bitta o'sha biletni olib bersangiz, o'sha $1000, $1100 ga necha pul bo'lsa, o'sha telefon qilasiz, aloqa chiqasiz, imkoniyat darajasida yengilroq narx berishadi. Grubiy aytaylik, $1000 ga siz o'sha biletni olsangiz, dadangizga berib, duolarni olsangiz, Xudo xolasa o'sha $1000 sarflagan otangizga pulingiz avvalo Xudodan, rizq Xudodan $10,000 bo'lib qaytib keladi. Shu maqsadda aytiladi bu gap. Hech qanaqa bu yomon narsa yo'q, albatta. Yomon niyatimiz yo'q. Maqsadimiz o'sha barakali otangizning duolarini olib, barakali pullarni toping, doim ishlaringiz oldiga yursin, tanjonlaringiz sog' bo'lsin. Har bitta biz kuzatib borayotgan obunachi, sizlarni biz hurmat qilamiz, yaxshi ko'ramiz. Tanjonlaringiz sog' bo'lsin. Bundan keyin yana foydali, kerakli, foydali, manfaatli videolar ko'rishimiz. Doimo sog' bo'linglar. Sizga rahmat. Tanjonlaringiz sog' bo'lsin.